O'rtoqlar, eshiklar joyini hozir ko'rsataman. Men o'zim ham havas qilgan bo'lardim. Rosa ham havas qilaman. Allohu akbar. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Sizlarga zo'r bitta uy topib qo'ydim. Kvartira. Yangi qurilgan 5 qavatli. Yonida shunday masjid bor. Men o'zim to'g'risi necha yillardan beri orzu qilaman. Men o'zimda imkoniyat bo'lganda mana shu xonadondan 2 xonali uy olgan bo'lardim. 2 xonali, 3 xonali uylar bor. Xo'p, kvadrati 42 kvadratdan to 70 kvadratgacha narxlari $750 dan boshlanadi. Uy yangi korobka holatida. Ichkarisini hozir obzor qilamiz. Ichkarisini remontlarini o'zingizga didingizga qarab remont qilsangiz bo'ladi. Nobodda ustalar kerak bo'lsa, o'zimizda ustalar brigadasi bor. Shundan aloqaga chiqsanglar, yordamga kelamiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Uy ichini obzor qilamiz. O'rtoqlar, korobka holatida hozir 2 xonali. Mana chap tarafda ham xonamiz bor. Mana toza havo kiradi, tabiat manzarasi zo'rligi. Uy o'zingizning xohishingizga qarab dizayn qilib, malarkasini qilib olasiz. Mana bu ham xona. O'rta koridor bo'ladigan bo'lsa, to'g'rida sanuzel bor va bu yoqda mana oshxona. O'rtoqlar, kvadrati $750 dan boshlanadi. Joyga qarab turib sodalashib, o'zingiz tanlab olsangiz bo'ladi. Kvadraturalari yana ham ko'proqlari ham bor. 3 xonalikni obzor qilamiz. Kirganimizda to'g'rida koridor, bu yoqda sanuzel. O'ng tarafimizda mana oshxona. Oshxona mana. Tayyor kuxnya mebellari, oshxona mebellarini qo'yilsa, malarka ishlarini qilinsa, dizayn tayyor yashasa bo'ladi. Bu yoqda birinchi xona mana. Bu yoqda 2 ta xona bor. Bittasini bolalar xonasi qilib qo'ysangiz, bittasini mana mehmon kutishga zal qilib qo'yilsa ham bo'ladi.